Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Shifoxonada qariyalarni davolamaslik buyurildi. Yoshi katta odamlarni qabul qilishmayapti. Yangi qo'yda chiqibdi degan gaplar qanchalik to'g'ri? Qaysi joyi noto'g'ri va bunday vaziyatga tushgan odam nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki o'zimiz ertaga tibbiy yordamga muhtoj bo'lishimiz mumkin. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu masalada oddiy odam bilishi shart bo'lgan huquqlar, hujjatlar va amaliy qadamlarni aniq qilib aytib beraman. Men avvalo eng muhim narsani aytaman. Hech bir shifoxona odamni faqat yoshi katta bo'lgani uchun davolamaslikka haqli emas. 70 yoshdan oshganlarni davolamang. Tekin yoshdagilarni reanimatsiyaga olmang, qari odamga dori bermang degan umumiy. Qonuniy va insoniy qo'yda bo'lishi mumkin emas. Tibbiyotda bemorning yoshi muhim omil bo'lishi mumkin, lekin yagona sabab bo'la olmaydi. Shifokor qarorni bemorning ahvoli, kasallik og'irligi, hayotiy ko'rsatkichlari, davolashdan kutiladigan foyda va xavflar asosida qabul qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p joylarda bemor shifoxonaga kelsa, ayniqsa tanish bilish, yo'llanma yoki navbat orqali kelgan bo'lsa, uni yotqizish masalasi nisbatan oddiyroq ko'rilardi. Bemorning yoshi katta bo'lsa ham o'rni bo'lsa bo'limga olinardi, bir necha kun kuzatilardi, qon tahlillari qilinardi, dori tomizilardi. Lekin oxirgi yillarda tibbiyot tizimida resurslarni tejash, shoshilinch va rejali yordamni ajratish, kasallik og'irligini baholash, keraksiz yotqizishlarni kamaytirish kabi talablar kuchaydi. Bu o'zgarishlar ba'zan oddiy odamga endi davolashmayapti degandek ko'rinadi. Nima o'zgardi? Endi ko'p shifoxonalarda bemorni yotqizish uchun aniq asos so'raladi. Qon bosimi qanchalik xavfli, yurak urishi qanday? Nafas olishda muammo bormi? Insult yoki infarkt belgisi bormi? Qonda kislorod darajasi necha? Bemor o'zi yura oladimi, ovqatlana oladimi, hushida bormi? Agar ahvol ambulator, ya'ni uy sharoitida yoki poliklinika nazoratida davolash mumkin deb baholansa, shifoxona yotqizmaymiz deyishi mumkin. Bu har doim ham davolamaslik degani emas. Lekin muammo shundaki ba'zi joylarda bu tushuntirilmaydi. Yozma javob berilmaydi. Bemor va qarindoshlar sarson bo'ladi. Shunda odamlar orasida qariyalarni davolashmayapti degan qo'rquv paydo bo'ladi. Men buni sodda qilib ajrataman. Birinchi holat shoshilinch tibbiy yordam. Agar yoshi katta odamda ko'krak og'rig'i, nafas qisishi, hushdan ketish, qo'l oyoqning birdan ishlamay qolishi, gapira olmaslik, yuz qiyshayishi, kuchli qon ketish, qand keskin tushib ketishi, qattiq bosh og'rig'i, yuqori isitma bilan holsizlik, siydik chiqmay qolishi, yiqilib suyagi sinishi ehtimoli bo'lsa, bunday odamga tez yordam chaqiriladi yoki shoshilinch qabul bo'limiga olib boriladi. Bu yerda yoshga qarab rad qilish mumkin emas. Bemor 45 yoshda bo'ladimi, 45 yoshda bo'ladimi? Hayotiga xavf bo'lsa, birinchi yordam ko'rsatilishi shart. Ikkinchi holat rejali davolanish. Masalan, tizza og'rig'i, bel og'rig'i, ko'p yillik qon bosimi, qandli diabet nazorati, ko'z kataraktasi, varikoz, surunkali gastrit, buyrakda qum, uyqusizlik kabi kasalliklar bo'lsa, shifoxona darhol yotqizmasligi mumkin. Bunda poliklinika, oilaviy shifokor, tor mutaxassis, navbat yo'llanma, tahlil va tekshiruvlar kerak bo'ladi. Shifoxona joy yo'q yoki ko'rsatma yo'q desa, bu gapni og'zaki qoldirmaslik kerak. Men har doim maslahat beraman. Yozma xulosa so'rang. Nega yotqizilmadi? Qaysi tashxis bilan? Qaysi davolash tavsiya qilindi? Qachon qayta kelish kerak? Qaysi belgilar paydo bo'lsa, tez yordam chaqirish kerak. Bular yozilishi kerak. Uchinchi holat reanimatsiya va og'ir bemorlar. Eng ko'p tushunmovchilik shu yerda bo'ladi. Reanimatsiya o'rni cheklangan bo'lishi mumkin. Shifokorlar kimni reanimatsiyaga olishni bemorning hayotiy ko'rsatkichlari, tiklanish ehtimoli, organlar faoliyati, umumiy ahvoli asosida baholaydi. Masalan, tabirdan 2 yoshli odam infarkt bilan kelib, hushida qon bosimi nazoratga keladigan, yurak muolajasidan foyda ko'rishi mumkin bo'lsa, u faol davolanishi kerak. Boshqa tomondan 55 yoshli odam ham agar oxirgi bosqichdagi saraton, ko'p organ yetishmovchiligi, davolashga javob bermaydigan terminal holatda bo'lsa, reanimatsiya foydasiz bo'lishi mumkin. Demak, masala yoshda emas, davolashdan real foyda bor yo'qligida. Kim xavotir olishi kerak? Menimcha, birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan qariyalar, hujjatlari tartibsiz bo'lgan odamlar, surunkali kasalliklari bor, lekin doimiy nazoratga bormaydigan bemorlar xavotir olishi kerak. Masalan, 6 yoshli ota 25 yildan beri qon bosimi bilan yuradi. Lekin oxirgi 1 yilda kardiologga bormagan, dori nomini aniq bilmaydi, tahlil topshirmagan. Bir kuni bosimi
2 chiqadi. Bolalari shifoxonaga olib boradi. Shifokor oldingi kardiogramma bormi? Qaysi dorilarni ichadi? Buyragi qanday, qand bormi deb so'raydi. Hech narsa tayyor bo'lmasa, qaror qabul qilish qiyinlashadi. Bemorni davolashadi, albatta, lekin vaqt yo'qotiladi. Noaniqlik ko'payadi. Ba'zan yotqizish masalasida tortishuv chiqadi. Kim haddan ortiq qo'rqmasligi kerak. Agar qariyangiz doimiy poliklinika nazoratida bo'lsa, tashxislari yozilgan bo'lsa, ichayotgan dorilari ro'yxati bo'lsa, oxirgi tahlillari bor bo'lsa, shoshilinch holatda tez yordam chaqirilsa, vahimaga tushish shart emas. Yoshi katta odamning huquqi bor, tibbiy yordam olishga haqli, og'riq qoldirishga haqli, tushuntirish olishga haqli, boshqa shifokor fikrini so'rashga haqli. Men buni ko'p ko'rganman. Hujjati tartibli bemor bilan shifokor tezroq ishlaydi. Qarindoshlar ham aniq gapiradi, davolash yo'li tez belgilanadi. Birinchi misol. 79 yoshli ayolda birdan chap qo'l kuchsizlandi, gaplari chalkashdi, og'zi bir tomonga tortildi. Uydagi yoshi katta, shifoxona olmaydi deb ertasigacha kutdi. Bu eng katta xato. Insultda birinchi soatlar juda qimmat. Bunday paytda yosh haqida o'ylamay, tez yordam chaqirish kerak. Shifokorlar insult turini aniqlaydi. Tomir tiqilganmi yoki qon quyilganmi? Ba'zi davolash usullari faqat vaqtida kelinsa foyda beradi. Kechikish oqibatida odam butunlay yotib qolishi, gapira olmasligi yoki hayotini yo'qotishi mumkin. Ikkinchi misol. 94 yoshli erkakda bir necha oydan beri bel og'rig'i bor. Qarindoshlari uni shifoxonaga olib borib, yotqizib tomchi qilinglar dedi. Tekshiruvda hayotiga xavf yo'q, isitma yo'q, oyoqda falajlik yo'q, siydik tutilishi yo'q. Bunday bemorga shifoxona, ambulator davolansin, nevrolog yoki ortoped ko'rsin. Rentgen yoki MRT kerak bo'lsa, navbat bilan qilinsin deyishi mumkin. Bu qariyani rad qilish emas. Bu shifoxona o'rnini og'ir bemorlarga saqlash degani. Lekin shifokor baribir og'riqni kamaytirish, xavfli belgilarni tushuntirish va keyingi qadamlarni yozib berish kerak. Uchinchi misol. 72 yoshli ayol qandli diabet bilan yuradi. Oyog'ida yara paydo bo'lgan, lekin uyda malham surtib yurgan. Keyin yara kattalashgan, oyoq shishgan. Botbo'y hid chiqqan, isitma ko'tarilgan. Bu oddiy yara emas, infeksiya va diabetik oyoq xavfi bo'lishi mumkin. Bunday holatda qari uyda davolang deyish xavfli. Qon tahlili, jarroh ko'rigi, antibiotik, qand nazorati. Ba'zan operatsiya tozalash kerak bo'ladi. Agar kechiksa, barmoq yoki oyoqni kesishgacha borishi mumkin. Shuning uchun surunkalik kasalligi bor qariyalarda kichik belgi ham jiddiy tekshirilishi kerak. 4-misol. 9 yoshli bemor uzoq yillardan beri yotadi. Demensiyasi bor. Ovqatni yuta olmaydi. Bir necha marta o'pka yallig'lanishi bo'lgan. Qarindoshlari har safar reanimatsiya talab qiladi. Bu yerda shifokorlar og'ir suhbat o'tkazishi kerak. Davolashdan maqsad nima? Bemorning og'rig'ini kamaytirishmi, nafasini yengillashtirishmi? Yoki agressiv muolajalar bilan azobini uzaytirishmi? Ba'zan eng insoniy yordam reanimatsiya emas, balki palliativ yordam, og'riqni nazorat qilish. Nafasni yengillashtirish, suvsizlanishni oldini olish, teri yaralarini parvarish qilish bo'ladi. Bu davolamaslik emas, bu bemorning holatiga mos yordamdir. Men tomoshabinlardan shuni tushunishni so'rayman. Tibbiyotda hammani yotqizish ham to'g'ri emas, qari bo'lsa kerak emas, ham to'g'ri emas. To'g'ri yo'l bemorni baholashdir. Shifokor ko'rsatma yo'q desa, u nimani nazarda tutayotganini so'rang. Ko'rsatma degani bemorning shifoxona sharoitida davolanishiga tibbiy sabab bor yoki yo'qligi. Masalan, oddiy shamollashda uyda davolash mumkin. Lekin shamollash fonida aqam 2 yoshli odamda nafas soni daqiqasiga 30 taga chiqsa, lablari ko'karsa, kislorod darajasi 90% dan past bo'lsa, bu endi uyda davolash holati emas. Yana bir nozik masala joy yo'q degan javob. Haqiqatan ham shifoxonada joy bo'lmasligi mumkin. Lekin hayot uchun xavfli holatda bemorni ko'chaga chiqarib yuborish mumkin emas. Bunday paytda shifoxona birinchi yordam ko'rsatishi, holatini barqarorlashtirishi, kerak bo'lsa boshqa muassasaga yo'naltirishi, tez yordam orqali ko'chirishni tashkil qilish kerak. Qarindoshlar esa shunchaki janjal qilish o'rniga aniq savol berishi kerak. Bemorning hozirgi xavfi qanday? Qaysi bo'lim kerak? Qaysi shifoxonada joy bor? Yo'llanma yoki ko'chirish xati berilasizmi? Yana bir tuzoq. Pullik bo'lsa olamiz, bepul bo'lsa olmaymiz degan holatlar. Men bunday vaziyatda ham og'zaki gapga ishonib qolmaslikni maslahat beraman. Agar davlat kafolatidagi shoshilinch yordam bo'lsa, bemorga birinchi yordam ko'rsatilishi shart. Rejali pullik xizmatlar alohida masala bo'lishi mumkin, lekin hayotiy xavf bor holatda birinchi yordamni pulga bog'lab qo'yish mumkin emas.
Agar sizdan tushunarsiz to'lov so'ralayotgan bo'lsa, to'lov nima uchun? Qaysi xizmat uchun? Rasmiy kvitansiya beriladimi? Bepul muqobili bormi deb so'rang. Yana bir noaniq masala qarindoshning roziligi. Ba'zi odamlar shifokor bizdan imzo oldi, demak davolamaydi deb qo'rqadi. Aslida imzo turli narsalar uchun olinadi. Muolajaga rozilik, operatsiya xavflari bilan tanishish, shifoxonaga yotishdan bosh tortish, boshqa joyga ko'chirish, tahlil yoki narkozga rozilik. Hech qachon o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar tushunmasangiz, shifokordan oddiy tilda izoh so'rang. Men nimaga imzo qo'yapman? Bu imzo davolashdan voz kechishmi yoki muolajaga rozilikmi deb so'rash uyat emas. Yosh katta bemorlarda dori masalasi ham alohida. Masalan, 75 yoshli odam bir vaqtning o'zida bosim dorisi, qand dorisi, qon suyultiruvchi, oshqozon dorisi, og'riq qoldiruvchi ichishi mumkin. Shifoxonaga borganda hammasi aytmasa, yangi dori eski dori bilan to'qnashi mumkin. Qon suyultiruvchi ichayotgan odamga ayrim og'riq qoldiruvchilar qon ketish xavfini oshiradi. Buyrak faoliyati past odamga ayrim antibiotiklar yoki og'riq dorilari zarar qilishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta bemorda ko'proq dori bersa yaxshi degan fikr noto'g'ri. To'g'ri dori, to'g'ri doza va nazorat muhim. Endi men eng kerakli qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Har bir qariyangiz uchun kichik tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport yoki ID nusxasi, tibbiy sug'urta yoki imtiyoz hujjatlari bo'lsa nusxasi, oxirgi tashxislar, epikrizlar, kardiogramma, qon tahlillari, UZI, rentgen yoki tomografiya javoblari, allergiya ma'lumotlari bo'lsin. Eng muhimi, dorilar ro'yxatini yozing. Dori nomi, dozasi, kuniga necha marta ichishi, qachondan beri ichayotgani. Masalan, amlodipin 5 mg ertalab, metformin 500 mg kuniga 2 marta, aspirin 75 mg kechqurun kabi aniq yozing. Ikkinchi qadam, xavfli belgilar ro'yxatini uyda hammaga tushuntiring. Ko'krakda bosuvchi og'riq 10 daqiqadan ko'p davom etsa, nafas qisish kuchaysa, yuz qiyshayishi yoki qo'l oyoq ishlamay qolishi bo'lsa, xush chalkashsa, tana harorati yuqori bo'lib holsizlansa, qon bosimi juda yuqori bo'lib bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, ko'rish xiralashishi bo'lsa, yiqilgandan keyin so'ng yoki bel kuchli og'risa, qora najas yoki qon qusish bo'lsa, darhol tez yordam chaqiring. Ertalab ko'ramiz, mahalladagi ukolchi keladi. Bir tabletka berib turamiz degan kechikishlar qariyalarda juda qimmatga tushadi. Uchinchi qadam, shifoxonaga borganda savollarni aniq bering. Men odamlarga shunday savollarni tavsiya qilaman. Tashxis taxminan nima? Hayotiga xavf bormi? Qaysi tahlil yoki tekshiruv kerak? Shifoxonaga yotish uchun ko'rsatma bormi? Bo'lmasa nima uchun? Uyda qanday davolaymiz? Qaysi belgi paydo bo'lsa qaytib kelamiz? Yozma tavsiya berasizmi? Bu savollar janjal emas. Bu normal muloqot. Shifokor ham vaziyatni aniq tushuntirishga majbur bo'ladi. 4-qadam, rad javobi bo'lsa, yozma hujjat so'rang. Og'zaki olmaymiz degan gap bilan uyga qaytmang. Qabul bo'limida ko'rik o'tkazilgan bo'lsa, ko'rik natijasi, tahlillar, tavsiyalar, qayta murojaat qilish shartlari yozilishi kerak. Agar bemor og'ir bo'lsa va shifoxona joyi yo'q desa, boshqa muassasaga yo'llanma yoki ko'chirish tartibini so'rang. Agar sizga umuman e'tibor berilmasa, muassasa rahbariyati, navbatchi mas'ul shifokor, sog'liqni saqlash bo'yicha hududiy boshqarma yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. 5-qadam, yolg'iz qariyalarni nazoratsiz qoldirmang. Ko'p qariyalar og'rig'ini yashiradi. Bolalarni bezovta qilgisi kelmaydi, o'tib ketadi deydi. Ayniqsa demensiyasi bor, eshitishi yomon, ko'rishi sust, qandli diabet yoki yurak yetishmovchiligi bor odamlar o'z ahvolini to'g'ri ayta olmasligi mumkin. Haftasiga kamida bir marta qon bosimi, puls, qand ko'rsatkichi, vazn, oyoq shishi, nafas olish ishtaha va uyquni tekshirib turing. Masalan, yurak yetishmovchiligi bor odam 3 kunda 2 kg semirib qolsa, bu yo'q emas. Organizmda suyuqlik yig'ilayotgandan belgi bo'lishi mumkin. 6-qadam, imtiyoz va kvotalarni oldindan aniqlang. Ba'zi tekshiruvlar, operatsiyalar yoki davolanishlar navbat asosida, yo'llanma bilan. Ayrim toifa bemorlarga imtiyozli bo'lishi mumkin. Buni shoshilinch paytda emas, oldindan poliklinika orqali so'rang. Qaysi shifokor yo'llanma beradi? Qaysi tahlillar kerak? Navbat qancha? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Bularni yozib oling. Ko'p odamlar hujjat yetishmagani uchun oylar yo'qotadi. Keyin kasallik og'irlashganda shifoxonadan mo'jiza kutadi. 7-qadam, tibbiy qarorlarni his tuyg'u bilan emas, ma'lumot bilan qabul qiling. Men tushunaman. Ota-onamiz og'risa, biz vahimaga tushamiz. Lekin hamma ukolni qiling. Eng kuchli antibiotik bering, reanimatsiyaga yo'tkazing deyish har doim ham foydali emas.
Shifokordan davolash maqsadini so'rang. Bu dori nimani tuzatadi? Foydasi qachon bilinadi? Qanday xavfi bor? Bemorning buyragi, jigari, yuragi bu dorini ko'tara oladimi? Ayniqsa 80 yoshdan oshgan bemorlarda har bir muolaja foyda va zarar tarozisida baholanishi kerak. 8-qadam kerak bo'lsa ikkinchi fikr oling. Agar sizga davolashning foydasi yo'q deyishsa, lekin siz tushunmasangiz, boshqa mutaxassis fikrini so'rashga haqlisiz. Bu shifokorni haqorat qilish emas. Og'ir tashxislarda, reanimatsiya masalasida, katta operatsiya oldidan, saraton yoki insultdan keyingi qarorlarda ikkinchi fikr juda foydali bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi fikr olish uchun ham hujjat kerak. Epikriz, tahlillar, disklar, suratlar, dori ro'yxati. Shunchaki ko'rib bering desangiz, mutaxassis ham aniq xulosa bera olmaydi. Yana bir muhim jihat, qarindoshlar o'zaro kelishib olishi kerak. Ba'zan shifoxonada 3 farzand 3 xil gapiradi. Biri operatsiya qildiramiz deydi. Biri uyga olib ketamiz deydi. Biri shifokorga ishonmaydi. Bu bemorga zarar. Oilada bitta mas'ul odam belgilang. U shifokor bilan gaplashsin, ma'lumotlarni yozib borsin, dorilarni nazorat qilsin, qolgan qarindoshlarga tushuntirsin. Ayniqsa keksalarda qarorlar tez qabul qilinishi kerak bo'ladi. Oila ichidagi tartibsizlik vaqtini yo'qotadi. Men alohida aytaman, qariyani uyda parvarish qilish ham davolashning bir qismi. Agar shifoxona yotqizmasa, bu endi hammasi tugadi degani emas. Uyda bosim va qonni nazorat qilish, to'g'ri ovqat, suyuqlik rejimi, dori vaqtini o'tkazmaslik, yotoq yarasini oldini olish, harakatlantirish, nafas mashqlari, gigiyena, yiqilishdan himoya qilish juda muhim. Masalan, yotgan odamni har 2-3 soatda yonboshlatish, terisini quruq saqlash, oqsilga bo'y ovqat berish, to'shak yarasi paydo bo'lsa darhol shifokorga ko'rsatish kerak. Bular oddiy ko'rinsa ham hayotni saqlab qoladigan ishlar. Men bu mavzuni hissiyotdan ajratib aniq aytaman. Tibbiyot tizimida tartiblar o'zgarishi mumkin. Yotqizish mezonlari qattiqlashishi mumkin. Navbat va yo'llanma talabi kuchayishi mumkin. Lekin bu qariyalarni davolamaslik buyrug'i degani emas. Agar kimdir sizga shunday desa, dalil so'rang. Qaysi hujjat, qaysi band, qaysi qaror? Ko'pincha bunday gaplar noto'g'ri tushunilgan og'zaki gaplardan. Shifoxonadagi joy yetishmasligidan yoki muloqot yomonligidan chiqadi. Shu bilan birga men tizimdagi muammolarni ham inkor qilmayman. Ba'zan bemorga yetarli tushuntirish berilmaydi. Qarindoshlar eshikma-eshik yuradi. Shifokorlar charchagan bo'ladi. Hujjat talab qilinadi, navbat cho'ziladi. Bular real muammolar. Lekin muammoni hal qilish yo'li vahima tarqatish emas, balki huquqni bilish, hujjat tayyorlash, yozma javob so'rash. Mas'ul shaxsga murojaat qilish va shoshilinch belgilarni o'tkazib yubormaslikdir. Bugungi gapning eng muhim joyi shuki, yoshi katta odam davolanish huquqidan mahrum emas. Shoshilinch holatda unga yordam ko'rsatilishi shart. Rejali holatda esa yo'llanma, tekshiruv, navbat va tibbiy ko'rsatma talab qilinishi mumkin. Sizning vazifangiz qariyangizning hujjatlarini tayyorlab qo'yish, xavfli belgilarni bilish, shifokordan aniq va yozma tavsiya olish. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rash va kerak bo'lsa, yuqori tashkilotlarga murojaat qilishdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz shifoxonada yotqizmaymiz, davolamaymiz, joy yo'q degan vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi holat bo'lgan, qanday javob berishgan, muammo qanday hal bo'lgan. Bu boshqalarga ham saboq bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham oddiy odam bilishi kerak bo'lgan tibbiy huquqlar va amaliy maslahatlarni aniq qilib tushuntirib boraman.